tojikcha gapiraman desam mayli. Yo'q, farqi yo'qmi? Tojikchada ham gapiraveraman. Unda o'zbekchada qilamiz. Tug'ilganingizda tojikchada qilamiz. Mana siz uzoq demabsiz, bir xil iltimos, men Jizzaxdanman, yo men Sirdaryodanman, men Toshkent viloyatidanman. Ya'ni bizga yaqin bo'lgan joylardan ko'rib qo'ying, men bora olmayman, qabulga deyishadi. Lekin siz masofaga ham qaramabsiz. Ko'nglingizga tugibsiz, yugurib ketibsiz Toshkentga. Bugun sizlar bilan yana bitta yuqumli xabarni bo'lishmoqchimiz. Xabarimiz biroz boshqacharoq. Shuning uchun mini intervyu ko'rinishida sizlar bilan bo'lishishni niyat qildik. Patsientkamizni turmushlariga qancha bo'lgan? 5 yil bo'lgan. 5 yil bo'lgan. Lekin menga kelgunizcha necha marta homiladorlik bo'lgan edi? 2 marta. Zamish bo'lgan. 2 marta homiladorlik bo'lgan va ikkala homiladorlik kichik muddatlarda, ya'ni 7-8 haftalikda rivojlanishdan to'xtagan. Patsientkamiz o'zlari bizga Tojikistondan murojaat qilganlar. Xuddi sizlar kabi meni Instagram, YouTube orqali kuzatib borar ekanlar va yaxshi niyat bilan bizning klinikaga murojaat qildilar, chunki oxirgi homiladorliklaridan 1 yil o'tsa ham saqlanmasanglar ham homiladorlik bo'lmadi. Xo'jayinlari Rossiyada ishlarkanlar. O'zlari ham tojikistonlik bo'lsalar ham Rossiyada hozir yashashar ekan. Birgalikda Rossiyadan bizani kuzatib, yaxshi niyatlar bilan klinikamizga kelishibdi. Kecha meni qabulimga kelib, Nazarbayevni biz ertaga endi yana qaytib ketishimiz kerak Rossiyaga. Nima qilamiz dedilar. To'xtang, men sizni shunaqa qo'yib yubormayman. Davaychi shu yerda klinikada hozir test qilamiz deb test qildik. 2 ta chiziqcha chiqdi. Shuncha kutilgan natijaga bizani klinikamizda bizani Alloh sabab chiqildi. Tezgina natijaga erishdilar. Inshaalloh Nukra qo'liga farzandini oldi. Meni intervyuimiz esinglardami degan intervyularni ham Xudo xolisa sizlar bilan qo'yib bo'lishish nasib etsin. Sababini qilish kerak. Harakatni qilish kerak. Qayer bo'lsa ham borish kerak. To'ppa-to'g'ri reproduktologiyada ko'p aytamiz, eng asosiy narsa, eng qimmat narsa bu vaqt. Nukraga o'xshab hammanglarga tezda homilador bo'lib qolishinglarni tilab qolamiz.